Assalomu alaykum qadrli murojaatchilar. Bizning advice.uz portalimizga quyidagicha savol kelgan. Dekretni oyga chiqmoqchiman. Fuqaroviy huquqiy shartnoma bo'yicha ishlab kelganman. Shartnoma har 3 oyda yangilanib kelingan. Menga dekret puli beriladimi? 2025-yilning 17-dekabrida aholiga davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 796-sonli qarorga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab davlat ijtimoiy sug'urtasi doirasida barcha ish beruvchilar, shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari tomonidan xodimlarga beriladigan barcha turdagi ta'tillarni, shuningdek, fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalarni yagona milliy mehnat tizimida ro'yxatga olish yo'lga qo'yiladi. Mazkur qarorning 7-bandiga ko'ra, sug'urtalangan shaxslarga sug'urta hodisasi yuzaga kelganda davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha to'lovlar quyidagi shartlarga asosan tayinlanadi. Homiladorlik va tug'ish nafaqasini olish uchun kamida 10 oy, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasini olish uchun kamida 6 oy sug'urta ish staji mavjud bo'lsa. Demak, sizga fuqarolik huquqiy shartnoma asosida homiladorlik nafaqasini to'lash 2026-yil 1-yanvardan boshlab hisoblanadi va siz eng kamida 10 oylik sug'urta stajiga ega bo'lishingiz shart. Shu o'rinda sug'urta staji nima degan savol tug'ilishi mumkin. Sug'urta staji bu sug'urtalangan shaxsning sug'urta badallari to'lovi uchun amalga oshirilgan davr tushuniladi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.